Hojatxonaga kirganda nega telefon bilan kiriladi? Men shifokor sifatida juda ko'p o'ylantiradigan savollarimdan bittasi, biza oila davrasida o'tirganimizda doim hammani qo'lida telefon. Bir-biri bilan suhbatlashishlar yo'q. Hamma o'zini telefonida nimadir ko'rish bilan, kimdandir kuzatish bilan bora. Xo'p, telefon paytida, ovqatlanish paytida telefonni qo'lingizga olar ekansiz. Lekin hammomga kirganda, hojatxonaga kirganda nega telefon bilan kiriladi? Qo'lingizni yuvganingiz bilan telefoningizni yuva olmaysiz-ku. Hojatxonada, hammomda qo'lingiz bilan birga telefon bilan kirib, yana telefon bilan qaytasiz. Qarabsizki, yana dasturxon ustida xuddi shu telefon bilan birgasiz. Kasalliklarning kelib chiqishini asosiy sabablardan mana shu bittasi bo'ladi. Azizlar, bir-birimizning mehrimizga to'ygan holatda, bir-birimizdan shirin so'zlarni ayamagan holatda, bir-birimizni eshitgan holatda mehr berib, dasturxon atrofida chiroyli suhbat qurishga nima yetsin?